Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun ikkinchi mavzumuz bo'linish belgilari. Esa qaraymiz. Bizda bo'linish belgilari mavzusi matematikada. Masalan, men darsda shunday deb tushuntiraman. Oyoqim og'riydigan bo'lsa, nera boraman? Doktorga. Nedan bilaman? Demak, og'rib turibdi kallam informatsiya keladi. Shu informatsiya orqali doktorga boraman. Birdan xuddi shunday, ya'ni biror son 2 ga bo'linadi, 3 ga bo'linadi, 4 ga bo'linadi, shu narsani bo'lmasdan turib bilamiz. Yo men doktorga borganimda to'g'ri oyoqim kesmaydi-ku meni. Nobud degan buni ko'ralashibdi. Demak, shu narsani bilamiz, shunday gap ketadi. Demak, birinchidan boshlaymiz. Demak, 2 ga bo'linish. 2 ga bo'linish. Nima narsa o'zi bu 2 ga bo'linish? 2 ga bo'linish degani sonlar qachon 2 ga bo'linadi desak, bular juft bo'lishi kerak. Ya'ni juft sonlar 2 ga bo'linadi. Sonlar 2 ga bo'linadi. Endi tushunish uchun juft sonlarda oxiri 0, 2, 4, 6, 8 bilan tugagan sonlarni aytamiz biz. Endi qaraydigan bo'lsak, bizda masalan juft misol keltirib ketadigan bo'lsak, 324, 748, 400 bu sonlarning barchasi 2 ga bo'linadi, chunki juft sonlar. Ikkinchisi 3 ga bo'linish. Sizlarga men bir narsani aytib o'tayman. 3 ga bo'linish yoki liboy bir songa bo'linishni o'qiganlar, matematiklar bular hammasini o'ylab topmaganlar, shunchaki izlanganlar. Masalan, 3 ga bo'linadigan sonlar olib ko'rganlar. 12, 21, 48. Hammasini raqamlarni qo'shib ko'radi. Ya'ni 1 2 ni qo'shib ko'ramiz. 1 qo'shuv 2. Demak, javob 3. Bundan xuddi shuni qo'shamiz. 2 1 qo'shuv 2 bilan 3, keyingisi 4 qo'shuv 8, 12. Va yana chiqqan javob 3. 3 ga bo'linsa 1 chiqqan. 3 ni 3 ga bo'lsak 1 chiqqan. Bu 12 ni 3 ga bo'lsak 4. Ya'ni bundan bir narsani keltirib chiqarishimiz mumkin. Agar sonimni raqamlarning yig'indisi 3 ga bo'linsa, bu son 3 ga bo'linadi. Demak, shuna qoidasini chekan. Sonning raqamlari yig'indisi 3 ga bo'linsa, bu son 3 ga bo'linadi. Keyingimiz 4. Endi 4 degan narsani bilib olamiz. Bu 2 ning kvadrati. Demak, bundan kelib chiqadi. 2 da oxirgi bir raqamga qaytadi. 4 da esa shartli ravishda oxirgi darajasida. 2 dur, demak 2 raqamga qaraymiz. Ya'ni qoida oxirgi ikkitasi 0 yoki 4 ga bo'linsa, bu son 4 ga bo'linadi. Demak, misol keltiramiz yana. 424 oxirgi ikkisi 4 ga bo'lsak 24, 6 chiqadi. Yoki ikkitasi 0, masalan 400. 400 ni 4 ga bo'lsak, kelladan bo'lsak 100. Yoki bo'lmasa, masalan kattaroq son bo'lsa, oxirgi ikkisini qaraymiz 16. Demak, bu son 16 4 ga bo'linadi. Mana bu 27416 sonimiz ham 4 ga bo'linadi. Keyingi 5 ga bo'linish demak, shunda 5 ga bo'linish. Ko'pchilikda bu 5 ga bo'linish umuman muammo bo'lmaydi. Chunki qanday sonlar 5 ga bo'linadi desa, oxiri 0.5 bilan tugagan sonlar 5 ga bo'linadi. Chunki buni biz 2-sinf bosqichimizda 5 lar karra jadvalidan bilib olganmiz. Ya'ni misol sarifasida xohlagan oxiri masalan 745, 470 masalan. Oxiri 0 yoki 5 bilan tugasa bo'ldi, bu sonimiz 5 ga bo'linadi. Endi 6 ga bo'linishni tushuntirishda sal shoshilmay turamizda, 7 yo'q, endi 8 ga bo'linib o'tamiz. 8 degan nima degani? 2 ni 3-inchisi. Xuddi 4 va 2 dan gapni xulosa chiqargan holatda 4 ta oxirgi 2 edi. Demak, 8 2 ni 3-chi darajasi bo'lishi oxirgi 3-si. Demak, shunda oxirgi 3 ta raqami 8 ga bo'linsa, son 8 ga bo'linadi. Demak, misol sifatida keltirib o'tishimiz kerak. Misol sifatida men 1000 ni keltiraman. Chunki oxiri 3 0 08 ga bo'linadi, tamom. Endi masalan 3240 248 ga bemalol bo'linadi. Demak, bu son o'zi ham 8 ga bo'linadi ekan. Endi 9 ga o'tamiz. 9 xuddi 2 va 3 ni 2 bilan 4 ni solishtirganimizdan 9 degani 3 ni kvadrati. Lekin bu yerda ozgina ulardan farqli tarafi bor. Bu 3 ga bilan sharti bir xil bo'ladi. Ya'ni sharti bir xil degani raqamlar yig'indisi 3 ga bo'linsa 3 ga bo'linadi. Demak, bunda raqamlar yig'indisi 9 ga bo'linsa, son 9 ga bo'linadi deyiladi. Demak, qoidasini chekan. Raqamlar yig'indisi 9 ga bo'linsa. Demak, misol keltiramiz yana. 320 demak, shunda 324. Raqamlarning yig'indisini ko'ramiz. 3 2 4. Qo'shib ko'radigan bo'lsak 9. Bu 9 ni 9 ga bo'lsam 1. Demak, bundan gap chiqadi. 324 degan sonim 9 ga bo'linadi ekan. Siz kommentariyada 9 ga bo'linadigan 3 dona sonni yozib qoldiring. O'tamiz keyingisini. Demak, 7-inchisi 10 ga. 10 ga bo'linishi ham dim sonda. Hammamiz bilamiz yosh vaqtda. Dim yaxshi ko'ramiz. Ya'ni oxiri 0 bilan tugasa, 10 ga bo'linadi. Tamom, oxiri. Demak, oxiri 0 bilan tugasa. Demak, bundan gap chiqadi. Misol sifatida xohlagan oxiri 0 bo'lgan sonlarimizni yozaveramiz. Ya'ni oxirida bitta 0 bo'lsa bo'ldi. Ana endi ko'pchilikka muammo tug'diradigan 11 ga bo'linish. 11 ga bo'linish. E'tibor etadigan bo'lsak, bizda 11 ga bo'linish sal murakkabroq tushuntiriladi, lekin bu o'ta oddiy, sodda. Masalan, A, B, C, D, E degan bir raqamlardan tuzilgan sonlar olamiz. Birinchi o'rin, ikkinchi o'rin, uchinchi o'rin,
4-chi, 5-chi o'rin deb tasavvur etamiz. Va bu yerda qoida shunday. Juft o'rindagi raqamlari yig'indisidan toq o'rindagi raqamlari yig'indisini ayirmasi 11 ga bo'linsa, bu son 11 ga bo'linadi. Demak, juft o'rindagi raqamlar qaysi? B bilan D. Demak, B ga D ni qo'shganimdan men ayirishim kerak. Toq o'rindagilar A, S, I. A, S, I yig'indisini kasr chizig'i 11 ga bo'lganini bildiradi. Ya'ni mana shu son 11 ga bo'linsa, bu son 11 ga bo'linadi. Masalan, biz shunda bir misol ko'rib ketamiz. Joyimiz yetarli bo'lmay qoldi. 1331. Demak, juft o'rinda birinchi o'rin boshlab chiqamiz. Ikkala o'rinlashtirsak, birinchi o'rin, ikkinchi o'rin, uchinchi o'rin, to'rtinchi o'rin. Ya'ni juft o'rinda desa 2 3 1. 3 1. Ayiramiz. Toq o'rinda 1 3. Bu 11 ga bo'linadi. Nega? Chunki 4 dan 4 ni ayirsak 0, 0 ni 11 ga bo'lsa 0. Bundan kelib chiqadi 1331 degan son 11 ga qoldiqsiz bo'linadi ekan. Demak, qaraymiz, bizda endi turli xil murakkab sonlar bor. Ularga bo'linish belgilari bor. Ijod yaratamiz. Masalan, 12. 12 ga bo'linish belgisi shunday ikki son tanlab olishimiz kerak, ko'paytmasi 12 bo'lishi kerak va bular o'zaro tub bo'lishi kerak. O'zaro tub degani ikkisi bir vaqtda bir xil songa bo'linmasligi kerak. Birinchi navbatda ko'paytmasi 12 bo'lishi uchun 3 bilan 4. Demak, qoida kelib chiqadi. Bizda 7 bo'ladi. 12 ga bo'linish belgisi bir vaqtda ham 3 ga, ham 4 ga, ya'ni 3 ga ham 4 ga ham bo'lingan sonlar 12 ga bo'linadi. Masalan, misol 144 ni olib ko'ramiz. 144. Demak, 4 ga bo'linish belgisi edi. Demak, 4 ga bo'linish. Bu yerda endi 4 ga bo'linish belgisi takrorlanadi. 4 ga bo'linish belgisi oxirgi 2 raqamidan tuzilgan son edi. 44. 4 ga bo'linadi, 11 chiqadi. Endi, demak, birinchi shartni bajardi. Ikkinchi shart o'tamiz 3 ga bo'linishga. 3 ga bo'linish. Demak, shunda 3 ga bo'linish uchun nechga bo'ladi? Raqamlar yig'indisi bo'linishi kerak edi. 1 4 4 9. 9 esa 3 ga bo'linadi. Javob 3 chiqqani uchun bu ham shartni bajardi. Demak, mana bu son 12 ga bo'linadi. Endi xuddi shuni davom ettirishimiz mumkin. Masalan, bir ikki misol keltiraman. O'zingiz ham yozdirasizlar, kommentariyada yozib qoldirasizlar. 6 bo'lish uchun 2 bilan necha bo'lishi kerak? 3. 15 bo'lish uchun necha bilan necha bo'lishi kerak? 3 bilan 5. 24 bo'lish uchun qaysi sonlar bo'lishi kerak shunda? 3 bilan 8. Endi shu mavzuga doir qolgan bir ikki misollarni tahlil etib yurib o'tib ketamiz. Birinchi, qarang, birinchi eng ko'p uchraydigan misollardan birisi, masalan, 2 4 A. Agar mana shu son 9 ga bo'linsa, A qanday qiymatlar qabul qilishi mumkin? Demak, 9 ga bo'linish belgisi nechga keladi? 2 qo'shuv 4 qo'shuv A, ya'ni raqamlar yig'indisi chasiga 9 ga bo'linishi kerak. Taqsim 9 kasr chizig'idan foydalanaman. 6 qo'shuv A taqsim 9. Demak, mana shu ifoda 9 ga bo'linishi uchun A-ni nechta son qo'yishim kerak? A-ni faqat bir dona qiymat qabul qilib bo'ladi ekan bu. A teng 3 bo'lishi mumkin ekan. Chunki 3 qo'yadigan bo'lsak, qo'shsak 9, 9 9 ga bo'linadi. Boshqa o'yinli son yo'q. Mana endi ikkinchi misol. Masalan, 2 A 7 B. Agar mana shu sonim 5 ga bo'linadigan bo'lsa, A va B ni qiymatlarini toping deydi bizlar. Demak, 5 ga bo'linadigan bo'lsa, bir vajda bilib olsangiz kerak. B 5 ga bo'linish qoidasidan bu vaqtda 0 va 5 ga tugashi kerak. Demak, shunda 0 yoki 5 bo'lishi mumkin. Endi savol sizlarga necha son bo'ladi dedi? Xohlagan son bo'lishi mumkin. Chunki A ga 5 umuman ограничение qo'yib bilmaydi. Ya'ni A deganim 0 dan va hokazo 9 gacha bo'lgan barcha sonlarni qabul qilishi mumkin bo'ladi. Ana endi uchinchi ko'p uchraydigan misollardan birisi, yana shunday misol tuzib olamiz. B bo'lsin masalan. Endi bizdan so'raydi, mana shu son 8 ga bo'linadigan bo'lsa, A va buni qabul qilishi mumkin bo'lgan qiymatlar. Demak, 8 ga bo'linadi. Demak, 8 ga bo'linish uchun birinchi qoidamiz bor edi. 8 ga bo'linish uchun son oxirgi 3 raqami 8 ga bo'linishi kerak edi. Buning uchun bir narsani bilib olamiz. Demak, 8 ga bo'linadigan sonlar 400 ni o'zidan boshlanadi. Demak, 400 bo'lish uchun A o'rniga 0, B o'rniga 0 qo'yish kerak. Ya'ni A teng 0, B teng ham 0 bo'lishi kerak. Va keyingisi, masalan, ketdi, endi davom etib ketadi. Masalan, 408. Bundan nolga xulosa kelib chiqamiz. Ya'ni A teng 0 bo'lgan vaqtda B teng 8 ham bo'lishi mumkin ekan. Va shundan keyin A ning qiymatlari o'zgarib boradi, B ning qiymatlari ham xuddi shu tartibda o'zgarib boradi. Masalan, ketdik endi 8 dan 16 bo'linadi. Demak, 16 bo'lish uchun A 1, B 6. Va hokazo shu tartibda davom etib ketadi. Qolganlarni siz kommentariyada yozib qoldirasiz. Videolar yoqib turgan bo'lsa, videolarga like bosishni unutmang.